Qaynonamga tabrik. Alo. Assalomu alaykum, jannatim onam, omonmisiz? Ha. Belimda grejam bor, tizim og'riydi. Nima edi? Ilohim tuzalib keting onajon. Bro, mehr bersa tuzalamanda. Mehr yo'q, mehr. Onajon, sizni ko'p kuttirmaymiz. Sizga bir dil izhor bor ekan, bir yaqin insoningizdan shu xabarni sizga yetkazmoqchi edik. Kim deb o'ylaysiz? Inami eri deb o'ylayman. Kim ekan? Sizni eng yaqin insoningiz jonajon keliningizdan. U meni yaqin emas, eng uzog'im, bildingizmi? Ana shu uzog'ingiz bizga sizni qutlash maqsadida tabrik zakaz qilgandilar. Ana shu singiniga bergan pulini menginiga bermaydimi? Ikkita dalina dori olib kuchga to'lib uni ezmaymanmi? Shundan ortiqroq baxt bormi menga? Bu paskuda kelincha uylar joyda emas, o'g'lim topganini yeb yotdim. Onam keliningiz sizga jonli qo'shiq aytishimni iltimos qilgandilar. Tinglang onajon. Har bir istagimning charasini topgin, erimni tuqanu o'ziga tuqqin. Bu mening onam. Voy aynanay, bu eshak yeb ketgan ovozi qaysi g'ordan topib zakaz qildi? Atayin qildimi suyron, atayin qildi. Zabaldaxon onajon, hammasi siz uchun. Meni otim Zubayda. Zubayda, sochlari mayda mayda.